Bu imoratimizning ichki tomoni ham judayam chiroyli chiqqan. Zo'rg'adan hozir ko'rsataman. Oldi qismlarini gayka qilib, mana ikki tomon gayka, o'rtasiga eshik qilingan, birinchi, ikkinchi etajga. Bu o'sha aytganimdek, ikkita hovli. Mana joydan, mana bu joyda, mana o'rtadan bo'linadi. Mana ikkita eshik, tashqarida old tomon, ko'cha tomonni ko'rsatganimdek, bu tomonni отдельно bitta xo'jalikka, bu tomonni bitta xo'jalikka qilib, ikkita xonadon qurilgan. Juda ham chiroyli chiqqan ekan. Xudo xolisa, eshik romlarini o'lchab, buyurtmalarni qabul qilib oldik. O'rnatilgan jarayonni ham albatta kanalimizga joylaymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Buyurtma qilish uchun ko'rsatganimdek o'sha 50 882 0077 raqamlarga bemalol murojaat qilinsa bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab qo'shni respublikalarga ham albatta xizmat ko'rsatamiz. E'tibor uchun rahmat katta.